Qahvangiz keldi. Qarab tursam yarım saat kechikib keldingiz-ku. Ha, men yo'lni bilib bilolmay shu laq qoldim. Gap bo'ldi-da. Sovib ketibdi. Oshqozonni ochar tursak sovib qolgan qahvani ichamdim. Va bu sizlar kechikilab tunab ishlasanglar oshqozoninglar og'rib qolmaydi. Ham qahva so'yib qolganda oshqozoningiz og'rib qoladi ekan. So'qdingizlar bu. Voy to'xtang ha. Qandaq bo'lsa bu? İşçağırtı bə bo'pti desam. Kepnon yo'g'onliqini. To'suq qilsam qana qilsiz? To'suq qilavering. Men baribir boshqalarning o'rnini ishlayotgan odam. Chiqilib menga hisob bo'lmaydi. Bay. Yaxshimisiz siz deja chaqirganmi? Endi deja bo'psiz-ku. Ha, meni qilib boqma shu. Aşk şeydan. Voy. Qo'shimcha deja shopirlarini to'suq qilsa bo'lamdi, yo'q bir qarab boqaychi. Voy, men to'suqdan ish qildim. Amis oldingi qitimliq adabsizligingiz uchun mendan kechirim so'rang. Xapamang, men xato qildim. Bo'ldimi? Mage pons bo'ldi. Ay, siz odatda daymay to'shuysiz, yana deyjamay deyotgansiz. Uningda boshqa yana nima ish qilsiz? Mening qildigan ishim jiq. Mashinangiz yo'lda qolsa so'rab apirib qo'yadigan mulozimligim bor. Masalan, mashinangizning chaq etilib ketsa, tok mashinangizning tok tugab ketsa, tok chitib beramiz. Andan keyin biz keldik nomidagi undidar achchiqimiz bor. Shunchalik qulay, ravon, eng muvofiq bahoda tez surat yetib boramiz. Andan keyin posilka to'shiydigan, tor taksi haydaydigan, shunday xushaq ishlarim jiq ish qilib. Bo'ldi ekan-ku. Amis men tushirib olsam bo'ldi ekan. Ha, hozir ishni tushirib qo'ygandim. Hozir sizga bir material evatib qo'ydim. Shuni bugundan qoldirmay turib bana berdi, tamam? Ha, ma'qul. Qahvangiz keldi. Ha, rahmat. Kundum shunda jafo tortib ishlab nima jafo sizlarga deyman. Amal yo'q. Tirishib pul topmasam bo'lmaydi-da. Men qahvani vaqtida ish bilan hali ham sovuq qolibdi deb menda og'rimsiz. Qo'limdagi ishni tugatib qolibsizchilar. Bu sog'liq ma'lumot analiz ekan-ku. Va mening qo'limda keldi juma mayish. Rasman? Tur. Rostlanmish qo'lingizdan keldigan-ku sizdan. Burun nima xizmat qiladingiz? Sizga o'xshash ishxona xizmatlarini qilyaptim. Keyin ismini qo'shib ishlayverib, salomatligimda mas'ul chiqib, oxiri shunda qaramag'anning o'rnida qo'shimcha xizmatlarni qilib qo'yma. Voy-yo. Ko'nglingiz qanday qo'nagandi deyman. Amal yo'q. Yashash uchun xizmat qilganimiz rost. Lekin turmushda xizmatdimi boshqa nurg'un ishlar bor-da. Hayot pek uzun. Hadisi ko'z oldimizdagi foyda ziyonga kirishmasdan, o'z-o'zimizga ko'ngil bilib, turmushni chin bag'ishlab o'z-o'zimizga ko'ngil bilasak-la, haqiqiy baxtni o'zlig'icha bilalaymiz. Unda shoirlik nasib bilmabdi majmu. Voy, Nadira ko'rinmaydi-ku. Voy Nadira, siz nada? Materiallarni ustimdan ustiga qo'yib qo'ydim. Men bir necha kun sayohat qildigan bo'lib qoldim. Sizga qanday mulozimat kerak? Men bu bir necha kunda sayohat yetakchisi bo'lamsiz. Urumchining go'zal manzarasini toza tomosha qilaylik.